Assalomu alaykum hammaga. Bugun navbatdagi videomizni olamiz. Bugun makkalarimizga ikkinchi vitaminni beryapmiz. Oxirgi vitamin bu. Bundan keyin faqat qurtiga dori sepamiz. Keyinroq sotaga kirishib boshlaganda qurtga dori sepamiz, qurt tushmasligi uchun. Hozir ikkinchi vitaminimizni tepadan beryapmiz. Qanaqa vitamin ishlatyapmiz? Xo'sh, vitaminimiz mana shu vitamin. Bu nimalar uchun? Sizlarga ko'rsatib o'taman. Barcha ekin mana o'simliklarni biologik faolligini oshirish, hosildorlikni oshirish va meva sifatini yaxshilaydi. Fotosintezni rag'batlantiradi, stressga qarshi immun tizimini barqarorlashtiradi. Issiq, quruq yoki tuproq sho'rlanishiga nisbatan chidamlilikni oshiradi. Xullas, hosildorlikni oshiradi, makkani har tomonlama yaxshi qiladi deb berishdi. Xo'sh, bu vitaminimizni sepyapmiz. Bu hozir bizga 500 litr suvga aralashtirasiz. Mana shu bitta idishni deb berishdi. Biza 400 litr suvga aralashtirib yubordik. Hozir sepib chiqyapmiz, mana ko'rib turibsizlar. Keyin bitta savol tushdi. Meni makkam 2 qarich bo'lib bosh chiqarib yubordi. O'sadimi deyishdi. Shularga tavsiya, makkangizga hosilga kirguncha karbamid bering. Iloji boricha o'stiradi karbamid. Bizaniki ham o'sha bosh chiqarish boshladi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Bizaniki ham mana o'sha sekin, xudo xolasa, mana bosh chiqarish boshladi. Mana bu bosh chiqarishni boshladi makkalar. Bizniki 3 qarichdan oshdi makkalar. 2 qarich bo'ldi degan do'stimizga karbamid bering. Ja chanqatib qo'ymang. Ja sholi qilib ham suv berib yubormang. Makkangiz o'sadi-yu, ko'p suv ichsa qiltiriq bo'lib nozik bo'lib qoladi, hosil kichkina berib qoladi. Makkangiz baquvvat bo'lsa, xavotir olmang. U 2 qarich bu bosh chiqarsa ham hali o'sadi. Makkangiz tanasi baquvvat bo'lsa, donni yaxshi beradi hosillar. O'shanga ahamiyat berasiz. Keyin sizga yana bitta maslahat. Makkangizni ko'rasiz, mana bunaqa makkangizda agar mana bunaqa bachka deydi, yonidan chiqarib yuboradi-da buni. Qarang, o'zi bilan teng bo'lib qolgan pashti. Shu bachkalari olib tashlasangiz, makkangiz tezroq o'sadi. Shunga birodar, kayfiyat tushirmang. Shu aytganimizdek, makkangiz agar baquvvat bo'lsa, yonidan chiqqan makkalari bo'ladi mana. Yonidan chiqqan makkalar yulib chiqsangiz, makkani o'ziga beradi kuchni. Keyin makka o'sishda davom etadi. Biz xudo xolasa 1-2 kundan keyin bachkasini boshlaymiz buni. Ancha bachkalab ketgan makkamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. O'zi bilan teng bo'lib qolgan bachkalari. Bu hosilni kichkina qilib qo'yadi. Bu bachkalar kuchni olib qo'yadi. Bularni olib chiqsa, makkaga kuch berib hosil katta bo'ladi. O'sha bizanikidan ham 3 qarichdan oshdi. Anchasidan bosh chiqib qo'ygan. O'sha mana bunda ham bosh bor, mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana anchasidan bosh chiqib qoldi. O'shanga kayfiyatni tushirmay yaxshilab qarang. Makkangizlarga tanasi baquvvat bo'lsa, sog'lom bo'lsa, xudo xolasa davom qiladi. O'zi bahorgi makka ja baland bo'lib ketmaydi. Bizning tajribada. Ja baland bo'lmasdan, lekin yaxshi davom beradi. Makka o'zi asosan issiqda o'sadi. Bahorda issiq kam bo'lgani tufayli sal pakanaroq bo'lib qoladi. O'shanga kayfiyat tushirmay qarashda davom eting. Hosil to sota quchoqlaguncha karbamid bering. Karbamid o'stiradi. Keyin sotasi sal kattaroq bo'lib qolganda selitra berasiz. Selitra hosilga o'zi
Kuzatishda davom etinglar. Sizlarga videoni ketida rasxotimizni qo'yib, shu makkamizni qancha daromad, qancha rasxot bo'ladi hammasini hisoblab berishga harakat qilamiz. Yaxshimisizlar, bu rasxotlarni oldingi videolarda ko'rsatib o'tganman. Bugun qilgan rasxotimiz o'sha ko'rsatgan dorimizni bugun 8-may 120 ming so'm yozdim. Buni aniq eslolmadim. Yo 100 ming yo 120 mingga oluvdik. Shunga 120 ming yozib qo'yib qoldim. 33 million 800 rasxot qiluvdik. 880. 34 million bo'pti. 34 million bo'pti rasxotimiz. Kuzatishda davom etinglar. Oxiri sotilib foydasi qancha qoladi, hammasini qo'yib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.